Hazreti Osmanның xalifaligi. Hazreti Umarның jinoza namozi Suhayb tarafidan tushirilib, dafn qilingandan keyin Miqdad ibn Amir shura a'zolarini darhol Al-Munawwar ibn Mahramaning uyiga chaqirdi. Bulardan Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdurrahman ibn Avf, Zubayr ibn Avvam va Said ibn Abu Waqqas qatorliq 5 taq bo'ldi. Talha ibn Ubaydullah Madinaning sirtiga chiqib ketgan edi. Hazreti Umarning o'g'li Abdullah maslahatchi va mufattish sifatida qatnashdi. Abu Talha al-Ansari 50 kishilik amalliq atrati bilan ular yig'ilgan uyning bexatarligiga mas'ul bo'lib, eshikdan hech kimning kirishiga qat'iy ruxsat qilmadi. Kengash a'zolari mana bu yerda maslahatlashishga boshladi. Hammasi ummatning birlik va barobarligi haqida orzu-ishtiyoqlarini, bo'lgunchilikdan kelib chiqadigan xatarlarni biror qurtilga olgandan keyin Abdurrahman ibn Avf mundoq dedi. Birinchi bo'lib so'z olgan u edi. Qani aytib beqinglar. Aranglarda kim o'zini xalifalikka nomzod qilib ko'rsatmaydi va o'z o'rnini oramizdagi eng fazilatli kishiga o'tinib beradi? Bu savolga boshda hech kim javob bermadi. Shuning bilan Abdurrahman hammadan burun men chekindim dedi. Uning orqadan Hazrati Osmonmo menmo chekinishga roziman. Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu vazifani o'z zimmasiga olmagan odam yerdimi, ko'kdimi xotirjam bo'ladi. Ya'ni Allohning va bandalarning nazarida xotirjam bo'ladi deganligini anglagan edim dedi. Hazrati Alidan boshqa hammaylar nomzodlikdan chekindi. Shuning bilan Abdurrahman Hazrati Aliga: "Ey Abu Hasan, sen bir narsa demamsan? Qaraganda bu ishga havasing bordek turdi. Agar shundoq bo'lsa, har vaqt haq tarafda turganligingga, o'z maylingcha ish qilmaydiganligingga, yaqinlaringga alohida muomala qilmaydiganligingga, ummatning manfaatiga kelganda orqaga chekinib olmaydiganligingga va'da beramsan?" deb so'radi. Hazrati Ali: "Sizlarmo haqlaringlarni burmalab, ishni buzmoqchi bo'lganlarga qarshi ilib beriladigan jangda mening yenimda turib, meni qo'llaydiganliginglarga, men vazifaga tayinlagan kishilarga rozi bo'ldiganliginglarga, ularning amr va ta'limotlariga bo'ysunganliginglarga doir va'da beramsizlar? Agar sizlar va'da bera olsanglar, menmo hech bir yaqinimga alohida muomala qilmaydiganligimga va ummatning masalasiga beparvolik qilmaydiganligimga doir sizlarga va'da beraman" deb javob berdi. Abdurrahman ibn Avf uning to'liq qanoat hosil qilgan qilmaganligini bilib beqish maqsadida: "Sen payg'ambar alayhisalomga tuqqan bo'lganliging, bu yerdagi kishilarning ichida hammadan burun musulmon bo'lganliging va bu din uchun ko'rsatgan ko'plagan xizmatlaringni ko'z tutib, o'zingni bu maqomga eng loyiq ko'ryapsan, shundaqmi? Agar bu vazifa sana berilmasa, bularning ichida bu o'ringa kimni eng munosib ko'rgan bo'larding?" deb so'radi. Hazrati Ali: "Osmonni eng munosib deb o'ylayman" deb javob berdi. Abdurrahman Osmonni bir chetga tortib, uningdanmi o'xshash savolni so'radi. Hazrati Osman: "Men Alini muvofiq deb qarayman" deb javob berdi. Ondan Abdurrahman bu savolni Zubayrdan so'radi. U: "Mencha Ali munosib" dedi. Abdurrahman eng oxirida Said ibn Abu Waqqasdan so'radi. U: "Men Osmonni loyiq bilaman" dedi. Bu tangpung holatni shakllantirgan Abdurrahman ibn Avf o'z fikrini bayon qilib, tarozining bir tarafining eg'ir besib ketishini xohlamaydi. Chunki har ikki tarafga ikkidan ovoz berilgan edi. Uning ustiga bu kishilar Abdurrahman kimni tanlasa eng muvofiq shu bo'ladi deb uningga qat'iy ishonch bilan qaraydi. Bu zotlarning hech birida shaxsiyatchilik degan uqum mavjud emas edi. Abdurrahman ibn Avf kengayish a'zolar orasidagi xalifa saylimini mushu yerda to'xtatib qo'yib, xalqning bu vaqtdagi fikrini elish niyatida sirtqa chiqdi va Madinadagi mutavarlar va qo'mondonlarning fikrlarini oldi. Ular bilan ko'p maslahatlashdi. Ularning ko'pinchisi Hazrati Osmonga moyil edi. 3 kunlik muhlat tugashga oz qolgan edi. U kuni yarim kechida kengayish o'tkazilayotgan Al-Munawwar ibn Mahramaning uyiga qaytib keldi va uni uyg'otib: "Nemishqa buncha vala ko'p uxlaysan? Menga qara. Men bu kecha ko'zimni yumibmi qo'ymadim. Mang berib Zubayr bilan Saidni chaqirib kel" deb qo'pol chaqchaq qildi. Buningdan ko'rib olg'ili bo'ladi-ki, Abdurrahman bu ishni bir taraf qilib o'tish qaroriga kelgan edi.
U kengayish a'zolari bilan birlashib, bu ishni hal qilib yetishga aldiraydi. Albatta, kengayish a'zolaridan boshqa o'zi ko'rishgan kishilarning fikrlarini mo hisobga olib, buningdan bir natija chiqarish orzusida edi. Zubayr va Saidni qoyil qilib, Hazrat Osman yoki Hazrat Alining ovoz berishi bilan orallardan birini xalifalikka tayinlamoqchi edi. Ammo Zubayr va Said bilan ko'rishgandan keyin har ikkilisining o'z ra'yidan yonmaydiganligini bilib, sahobalardan bu ikkisining biriga bay'at talab qilmoqchi bo'ldi. Shunday qilganda bu bay'at ham kuchga ega bo'ladi, ham ma'lum bir moyillikqa tayanmay qilinganligi o'tirg'i chiqadi va har ikkisining e'tiroz bildirishga haqqi qolmaydi. Ertasi saharda jamoat bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin Abdurrahman kengayish a'zolarini yana bir yerga yig'di. Ondan mayli ansor bo'lsin yoki muhojir bo'lsin, Madinada turayotgan mo'tavarlar va qo'mondonlarning hammasini chaqirib keldi. Odam shundoq ko'p ediki, kelganlar masjidga sig'may qoldi. Abdurrahman o'rnidan turib mundoq dedi: "Ey xaloyiq, kengayish a'zolari boshqa shaharlardan bu yerga kelgan valilarning yangidan tayinlangan xalifani ko'rib, darhol o'z shahriga qaytish uchun bir qarorga kelib bo'ldi." Abdurrahmanning so'zi bu yerga kelganda, o'ltirganlardan ba'zilari o'z fikrlarini bayon qilishni talab qildi. 10 mubashshirdan biri bo'lgan Said ibn Zayd so'z qilib, o'zining Abdurrahman ibn Avfga ovoz beradiganligini aytdi. Ammo Abdurrahman, "Yo'q, bundan boshqa fikring bo'lsa bayon qilgin" deb uning taklifini qabul qilmadi. Undan keyin Ammar ibn Yasir o'rnidan turib, o'zining Hazrat Aliga ovoz beradiganligini aytdi. Miqdad ibn Amir uningga qitildiganligini bildirdi. Orqadilla Abdullah ibn Abu Sarh o'rnidan turib, Hazrat Osmonga ovoz beradiganligini aytdi. Uningga Abdullah ibn Abu Rabi'a muqitildi. Shuning bilan hammaylan o'zi bilginicha bir narsalarni deyishga boshladi. Said ibn Abu Waqqas o'rnidan turib, "Ey Abdurrahman, qalaymiqanchilik chiqadigan bo'ldi. Tezroq bo'l. Bu masalani darhol bir taraf qilib o'tayli" deb uni ogohlantirdi. Ammo Abdurrahman kengayish a'zolariga mundoq dedi: "Ey do'stlar, men bu masala haqida xalqning fikrini oldim. Ular bilan ko'p maslahatlashdim. Ammo sirtdagilarning sizlarga mudohala qilishiga hargiz yo'l qo'ymanglar" deb bu yerda bo'layotgan g'ulg'ulaning o'zlariga hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydiganligiga kapolatlik qildi. Ondan u Hazrat Alini oldiga chaqirib, uningga Allohning kitobi va Rasulining sunnati bo'yicha ish qiladiganligingga va burunqi ikki xalifaning izidan mangdiganligingga va'da qila olamsan deb so'radi. Hazrat Ali, "Bilimim va kuchimning yetishicha shunday qilishga tirashaman" dedi. Balkim u so'zini kesib aytmaganligi uchun bo'lsa kerak, Abdurrahman Hazrat Osmonni chaqirib, uningdanmi shunday savolni so'radi. Hazrat Osmon, "Ha, va'da bera olayman" deb javob berishi bilan darhol uningga bay'at qildi. Buni ko'rgan jamoatmi bir-birlab kelib uningga bay'at qilishdi. Shuning bilan Hazrat Osmon xalifalikka tayinlandi. Abdurrahman ibn Avf hech qanday ixtilof va g'avg'o chiqarmagan asosda masalani hal qildi. Hazrat Osmonni qo'llaydigan kengayish a'zolarining fikridan boshqa fikrlarning eg'ir besib ketishini muvaffaqiyatli holda to'sib, tang ovozga erishgan ikki kishining hech biriga tarafdor bo'lmay turib, ishning huddasidan chiqa olgan edi. Bu natijaga albatta bu ikki cho'ng sahobaning mijozi xarakterini nihoyat obdan bilgachga erisha olgan edi. Hazrat Osman xalifalikka tayinlangan kuni kengayish a'zosi Talha ibn Ubaydullohmi Madinaga yetib kelgan edi. Kishilar uningga berib Osmonga bay'at qil deyishdi. Talha Qurayshlarning hammasi uningga rozimi deb so'radi. Kishilar shundoq deyishdi. U yana butun xalq uningga bay'at qildimi deb so'radi. Kishilar shundoq deyishdi. Shuning bilan u, agar butun xalq fikr birligiga kelgan bo'lsa, men xalqimdan ayrilmayman dedi va berib Hazrat Osmonga bay'at qildi. Tarixchilar islom tarixining dastlabki davrlaridagi bu kengayish a'zolarining va bu 3 kun bo'yicha ularning oralarida bo'lib o'tgan talash tortish bilan munosabatlik har xil ko'z qarash va fikrlarni bayon qilgan edi. Shunga ularning bayonlarining orasida bir munchiligan zidliklar maydonga kelib chiqdi. Mana shu sabablar tufaylidan xuddi sahobalar orasida ziddiyat va surkilish bordagi hissiyot shakllanib, ba'zi kitobxonlarning ko'nglida u tangdoshsiz jamiyatning a'zolari
va bu ummatning qimmatli rahbarlari orasida har doim siyosiy to'qinish yuz berib turdi ekan degandek gumonlar paydo bo'lib qolgan edi. Holbuki ularning orasida mundaq ish qat'iy yo'q edi. Chunki bu xil pozitsiya ularning Allohga bo'lgan mahkam va tavranmas iymoniga, sop axloqi va xarakteriga faqatla uyg'un kelmaydi. Yuksak maqomga chiqib, xalqni o'zining chakiri qilib olish, dunyoning havo-havaslarga berilish deganlar ularning ichidagi Allohdan qo'rqish tushunchasiga tamoman zid edi. Yig'inchoqlab aytganda, bu vaqtdagi haqiqat shuki, Hazrat Osmonning xalifa bo'lish jarayonidagi yig'ilishlarda hech qanday vaqa chiqmadi. Hech qanday masalami ko'rilmadi. Shundaqla bu saylam ummatni parchalaydigan, bölgünçilik qilishga urindigan vaqalar va hodisalarning kelib chiqishiga sababchi bo'lmadi. Hazrat Osmon xalifalikka tayinlangandan keyin mihrobga chiqib, qisqacha so'z qildi. Kengash a'zolarining orasida eng g'amkin va parishon holdagisi u edi. So'zida xalqqa ba'zi nasihatlarni qildi. Ularga oxirat hayotini eslatib, bu dunyoning fitnalariga aralashmaslik haqida nasihat qildi. Hazrat Osmonning bay'ati Hijriyaning 24-yili, Zulhajja oyining oxirlariga to'g'ri keladi. U vaqtdagi valiylarning tizimligi tuvandikicha. Makka valisi Nafi ibn Abdul Haris al-Khuzay, Taif valisi Sufyan ibn Abdullah as-Saqafi, San'a valisi Ya'la ibn Munabbih, Jannat valisi Abdullah ibn Abu Rabi'a al-Mahzumi, Kufa valisi Al-Mughira ibn Sha'ba as-Saqafi, Basra valisi Abu Musa al-Ash'ari, Sham valisi Muaviya ibn Abu Sufyan, Himis valisi Umayr ibn Sa'd, Misr valisi Amr ibn As, Bahrayn valisi